Yomon ko'rsa ham qanday qilib buni qiloldi? Biroq hozirgi bosh oshpaz Yon o'z taomlari bilan meni farzandlik burchi qarashlarimni o'zgartirdi. Farzandlik burchi tushunchasini yana o'ylab ko'rish kerak. Siz uni nega buncha qadrlashingizni tushundim. Zot oliylari, qanday qilib shu bilan cheklanib qoldingiz? Baribir. Musobaqani o'z qoidasi bor. Mukofot va jazoni aniq ajratishimiz kerak. Unday bo'lsa, bu oshpazlarni ham oshpaz Yondan saboq olishga yuborsak-chi? Nima deysiz, a? Oshpaz Yon ularga qurollik oilasiga sadoqat va itoatkor bo'lishni o'rgatadi. Bir qoshiq qoni bizdan keting, Shavqat qiling, hazrat oliylari. Shavqat qiling, zot oliylari. Zot oliylari, iltimos. Ularga shavqat qiling, zot oliylari. Shavqat qiling, zot oliylari. Shavqat qiling, hazrat oliylari. Zot oliylari, Zot oliylari. qiling. Ushbu dorama Telegramdagi Minho TV tomonidan ovozlashtirildi. Ikki oshpaz, meni diqqat bilan eshiting. Musobaqa qoidalari doim hurmat qilinishi kerak. Biroq bosh oshpaz va hazrati oliylari iltimos qilganlari uchun men sizlarni bu safar hayotingizni saqlab qolaman. Hazrati oliylari aytganlaridek, mag'lub bo'lgan ikki oshpaz vaqtincha oshpaz Yondan ovqat pishirishni o'rganadi. Shu bilan biz ushbu musobaqani yakunlaymiz. Somon keskichlarni olib tashlang. Bo'ladi. Zot oliylari, men bilan choy ichishga qo'shilasizmi? Balki boyagi Balki sho'rvani Dejong sho'rvasi sizga sog'ingan odamingizni eslatgandir. Bugun juda ham saxiy ko'rinyapsiz. Ichkariga kira qolamiz. Bundan buyon Gvinyo oshpazi haqida shikoyatlar bo'lmasa kerak. Malikani jahli chiqib ketganini ko'rdingizlarmi? Ha, endi o'zini xohishiga erisha olmadi-da. Uni tinch qo'ying. Men endi uni tez-tez meni ziyorat qilishi haqidagi ma'nosiz gaplarni eshitishim shart emas. Lekin aytmasam bo'lmaydi. Nimagadir musobaqadan so'ng hazrat oliylarning jahli chiqib ketdi. To'g'ri aytasiz. U hodisa haqida nimadir bo'lishi mumkinligini o'ylasam tashvishga tushyapman. Lekin menimcha bundan boshqa hech qanaqa sababi ham yo'q edi. Malikamizga juda sovuq munosabatda bo'ldi. Hozir o'zingizni eshityapsizmi? Gapirish mumkin bo'lmagan narsalarni ovoz chiqarib aytyapsiz. Balki Dejong sho'rvasi sizga sog'ingan odamingizni eslatgandir. Bugun juda ham saxiy ko'rinyapsiz. Buni aybi bizdaligini hozir kim ayta oladi? Har holda Malika bunday ishni qilmasligi kerak edi. Hazrat oliylari bilib qoladi deb tanam qaqshab ketyapti. Qandaydir reja tuzsak bo'lmaydimi? Bo'ldi, qilsangizchi. U bizga ishondi. Onasi yoshligida vafot etgan deb o'ylaydi. Zahar berib o'ldirilganini hech qachon bilmaydi. Qayerdan bilamiz? Balki yashirincha o'rganayotgandir bu narsalarni, ha? Yetarli dedim. Hazrat oliylari ham nima bo'lganini bilib qolsa, shu holatda ham nima qila olardilar? Agar men barcha vaqtni ortga qaytarsam ham, men xuddi shunday qaror qilgan bo'lardim. Menimcha Malika Kang ham hozir bundan norozi. Shunday ko'rinadiki, siz oshpaz Yon tufayli gubernator Xongni haydaganingiz mishmishlarga sabab bo'lgan. Demak, Malika buni uyushtirgan. Shu yerda to'xtang.